1 daqiqada bitta padejni ko'rib chiqamiz. Rus tilida ni qo'shimchasini hech qanday predlog ifodalamaydi, faqatgina so'zlarning oxiri o'zgaradi xolos. Bunda muskoroddagi jonsiz so'zlarning oxiriga hech qanday qo'shimcha qo'shilmaydi. Masalan, я купил telefon, men telefon sotib oldim. Hech qanday o'zgarish bo'lmadi. Muskoroddagi jonli so'zlarning oxiriga a qo'shimchasi qo'shiladi. Masalan, я люблю брата, men akamni yaxshi ko'raman. Brat muskorod jonli a qo'shimchasini oldi. Женский roddagi barcha so'zlar u qo'shimchasini oladi. Masalan, я люблю маму, men onamni yaxshi ko'raman. Mama, mamu. Я читаю книгу, men kitobni o'qiyapman. Kniga, knigu, женский rod u oldi. Bu padejni doskada yaxshilab tushuntirgan kattaroq video darsligim bor. Uni olish uchun izohlarda 2 raqamini qoldiring va men sizga link yuboraman. Ijodkor aktrisalarimiz tortishib qolishdi. Rus tilini noto'g'ri gapirdi, bunaqa qildi, bunaqa aksenti bor. Yo'q. O'zi qaysi biri to'g'ri bulardan? Asli V kosmos to'g'ri. Demak, Asal xonim to'g'ri gapirganlarmi? Yo, noto'g'ri. Luiza Rasulova aytgani to'g'ri, V kosmos deb aytganlar. Bu to'g'ri bo'lgan haqiqatan. Lekin bu juda ham kichik xato Rusulda. Xuddi masalan bunaqa kitob o'qidim. Kitobni o'qidim. Qaysi biri to'g'ri deb talashyapsizlar-da. Yo'q, masalan, kitob o'qidim bilan kitobni o'qidimda katta ma'no o'zgarish bo'lmaydi-yu. Olma yedim, olmani yedim. Nesti olib yurmoq, принести olib kelmoq, внести olib kirmoq, унести olib ketmoq, донести olib bormoq oxirgacha va oxirgisi отнести olib borib qo'ymoq biron joydan biron joygacha. Rus tilida fe'llar va pristavkalarni hali ham adashtirib, qanaqa to'g'ri ishlatishni bilmayapsizmi? Siz uchun maxsus 5, 6, 7 mart kunlari onlayn dars qilyapman. Darsda qatnashish uchun izohlarda dars so'zini yozib qoldiring, sizga link yuboraman. Darsda ko'rishguncha. Bежать. Yugurmoq. Побежать. Yugurib ketmoq. Убежать. Yugurib ketib qolmoq. Забежать. Yugurib kirmoq. Сбежать. Qochib ketmoq. Выбежать, yugurib chiqmoq va прибежать, yugurib kelmoq. 5, 6 va 7 mart kunlari rus tilini 0 dan razgovorgacha aniq olib chiqadigan 9 ta texnika nomli onlayn dars qilyapman. Bepul qatnashish uchun hoziroq izohlarda dars so'zini yozib qoldiring va men sizga havola yuboraman. Darsda ko'rishguncha. Я пишу. Men yozyapman. Я напишу. Men yozib chiqaman. Я запишу. Men yozib qo'yaman. Я перепишу. Men qaytadan yozib chiqaman. Я допишу. Men oxirgacha yozaman. Oxirgisi я испишу. Men hamma joyga yozib tashlayman degani. Rus tilidagi ya bilan ishlatiladigan fe'llarni bitta checklist qilib yig'ib qo'yganman. Uni olish uchun izohlarda fe'l deb yozib qoldiring. Sizga bepul link yuboraman. Avzarxon, so'zli aytaman. Rus tiliga o'g'it. Bo'pti, ayt. Kechadan oldin, позавчера. Ertadan keyin, послезавтра. Avval, раньше. 2 kun oldin. 2 dня назад. 5 kundan keyin. Через 5 дней. O'tgan hafta. O'tgan hafta на прошлой неделе. Uxti, hammasini topib tashladingmi? Nima deyapsan? Men seni ravishlar cheklistini yodlaganman. To'g'rimi bo'lsin? Ayt. Kutsan, kut. Siz ham rus tilida ravishlar checklistini bepul qo'lga kiritmoqchi bo'lsangiz, izohlarda ravish deb yozib qoldiring. Sizga link yuboraman. Manga obuna bo'ling.